Hammaga xayrli kech, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, qanaqasizlar qizlar? Bir kelinni qaynonasi faqat tug'ingda bitgan ekanlar. Voyjon, 3ta bolam bor, o'tsa yana tog'asi bir 7ta qilasda bitgan ekan. O'sha kelin yozibdi. Opa, 7tani qanaqa tug'aman? 3tani zo'rg'a tuqqan bo'lsam, bo'lib operatsiya qilib, yana 4ta tug'asan, 7ta bolang bo'lsin. Ko'proq tug'ing, bitta o'zi eringiz bitta dona bo'lsa, bitta o'g'il, bitta qiz, 2ta bolam bo'lgan. Bolani ko'paytirishingiz kerak, kelin deyaptilar. Deydi, men chidolmayapman, nima qilay opa deydi. Boqsa tug'voring dedim, inkubator bo'lib, sizga nima dedim. Yo, boqadi, yaxshi o'zi, oilamiz yaxshi, toparman, tutarman, Xudoga shukur deydi. Shunaqa qaynonalar ham bor ekan, bir xil qaynonalar tug'mang deydi, keliniga. Tug'mang, 2ta yetadi, bitta o'g'il, bitta qiz deydi. Bir xillari вообще tug'ingdirkan. Xudo sabr toqat bersin bu kelinimizga, tug'ing asali. Voy, 10ta tug'ing, 5ta o'g'il, 5ta qiz. Qursin. To'g'rimi? U bizani paytimizda bo'lardi. 5ta 10 taraf tug'samat kerakini bo'lardi. Hozirgi zamonda nimaga kerak shuncha tug'ib? 3ta nevaram bor. Mana bundoq mana shundoq bo'ladi miyalarimiz xotirib. Qaynonaga qo'yil qolib ketdim, 7ta tug'ing debdi. 4ta o'g'il, 3ta qiz tug'ing debdi. Tug'voring dedim. Nima gap, yaxshi o'tiribsizlar, o'zinglar tuzukmisizlar qizlar? Nima yengili narsalar bormisizlar? Bular ham sovuslar ekan, sovumi? Jonalarim, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, o'zinglar ehtiyot qilinglar, sovug'larda ehtiyot bo'linglar, jonim bolalarim. Sevaman sizlarni. Ey jonim ben, şekerler. Yaxshi dam olinglar. Tak что tug'ing kelin, xo'pasam tug'voring. Zambaqaman deyapti. Qaynanangiz zambaqaman deyotgan ekan, tug'ib tashlang, xo'pasam. Sizdan nimaga deb, mama deb tug'ib tashlayvering. Assalomu alaykum.